Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkistondagi virus va ocharchilik masalasi haqida axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Sharq Turkiston Etic Buyuk Birlik partiyasining bosh shtabida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Muhim virusi haj qilishning cheklanishiga sabab bo'lishi mumkin. Qatar G'azzaga 14 million dollar yordam berishni qarorlashtirdi. Tövəndə iqtidamlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Bütün dünyanı vəhiməyə selayotgan Xitaydan chiqqan tajsimon virusning navbatda tarqalishchan kasallikka aylanib ketish ehtimolligi haqida turli mulohazalar o'tirib chiqayotganda Sharq Turkistondagi lagerlar masalasining unutilib ketilayotganligi muhojiratga Uyg'urlarni andishiga solmoqda. Lagerlar qamalgan millionlagan Uyg'urlarning ruhiy va jismoniy azoblari qo'shilib, lager sirtidagi Uyg'urlarning o'tgan bir necha hafta ichida Xitoy hukumati ijro qilgan atalmish virusning oldini olish tadbirlariga moslashish uchun og'ir ocharchilikqa duch kelganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu ahvollarni Uyg'urlardan boshqa tashqi dunyodagi Uyg'urlarga ko'ngil bilgichi har soha kishilariga bildirish uchun Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti bilan Amerika Uyg'ur birlashmasi 26 fevral kuni davlatlik axborot klubida muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. Oldi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi aloqa mudiri Luisa so'z qilib, tajsimon virusining Sharq Turkistonda paydo qilgan salbiy ta'siri haqida bu qitimli axborot yig'inini chaqirganligini so'zlab o'tdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining mudiri Ömer Qanat so'z qilib, hozir Sharq Turkistondan to'liq qabohatlik va rohatsiz xabarlarning ma'lum bo'layotganligini, muhojiratga Uyg'urlarning lagerdagi qarindoshlaridan andishisining kundan-kun kuchayotganda virus haqidagi xabarlarning o'ttirg'i chiqishi buning lagerga tutishib ketsa qanday baloy ofatlarga sabab bo'lishi haqida taxminlarning o'ttirg'i chiqqanligini so'zlab, bu xil andishlarning ba'zilarining reallikka aylanganligini, shuning uchun xalqaro jamiyatning bu masalaga alohida ahamiyat berishi lozimligini ta'kidladi. Lager şahitlerden Mehrigo Tursun söz qilib, o'zining beshidan kechirganlari asosida lagerlardagi ruhiy va jismoniy qiynoqlarni amaliy misollar orqali tasvirlab, bu azoblarning u joylardagi kishilarni allaqachon ojiz va himoyatsiz bir holga tushirib qo'yganligini tarjimon Elis Andersonning yordamida ixcham va ta'sirli bayon qilib berdi. Cevher İlham, Samira Imin, Qo'zzat Oltay qatorliqlarmi yig'inda ayrim so'z qilib, lagerga elib ketilgan dadisi va boshqa qo'rqitganlarning ahvolini qisqacha tonishtirib, dadisiga o'xshash minglagan sarxil Uyg'urlarning atalmish tarbiyaga hech qanday ehtiyoj bo'lmagan ahvoldami majburiy qayta tarbiyalash nomidagi lagerlar qamalayotganligini, lagerlardagi mahbuslarning ahvoli shunday fojialik bo'layotgan ahvolda virusning tarqalishi ularning hayotiga og'ir xavflarni elib kelganligini, Xitoy hukumati haqiqatan virusning oldini olmoqchi bo'lsa, o'zlari atalmish maktab deb atavagan bu lagerlarni boshqa maktablarni taqqanga o'xshash tezdan taqishi lozimligini talab qildi. Mazkur faoliyat uchun Bostondan kelgan Uyg'ur faoliyatchi Massachusetts Texnologiya instituti qarmaqidagi gen tadqiqot markazining mudiri professor Maysam Mutallipova so'zga chiqib, virus masalasida nima uchun Sharq Turkistondagi virusning tarqalish ahvolidan favqulodda andish qilish lozimligini tushuntirib, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda e'lon qilgan virus yuqumdorlarining sonining gumonliq nuqtalarining borligini, Janubiy Koreya, Iran, Yaponiya, Italiya qatorliq joylarda yuqumning ahvoli borgansida og'irlayotgan ahvolda, aksicha Xitoy hukumati tajsimon virusning markazi bo'lgan joylarda yuqum ahvolining tuvallayotganligini tashviq qilayotganligi. Shuncha ko'p Xitoyning Wuhandan Sharq Turkistonga qochib borganligi aniq bo'lsa-mu, nima uchun yuqumlanuvchilarning soni buncha oz ma'lum qilindi? Allaqachon yerim jon bo'lib qolgan lager mahbuslarining bu virusga taqobil turg'idagi hech qanday immunitet kuchi, quvvati yo'qligini, lagerlardagi so'roqchilar va boshqaruvchilar birdek Xitoy bo'lgan ahvolda lagerdagilarni virusdan saqlab qolish uchun cho'qim lagerni amaldan qoldirishning birdan-bir chora ekanligini o'tirib qo'ydi. Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining xodimi Elis Anderson o'zining Uyg'urchani yaxshi bilishdagi ortiqchiligidan foydalanib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan Uyg'urlarning virus sababli uylarga qamalish ahvoli, shuningdek bu sababdan kelib chiqqan ocharchilik ahvoli haqidagi qisqa filmlar hamda uningdagi mazmunlar haqida yig'in ahliga ma'lumot berdi. Aç kaldım! Aç kaldım! Aç kaldım! Bütün ballarım aç kaldı! Aç kaldım! Aç kaldım! Aç kaldım! Bütün ballarım aç kaldı! Taçı! Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Anqarada Buyuk Birlik partiyasining bosh shtabida birlashma bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan tashkillangan bir o'mak Sharq Turkiston masalasini jonlantirish maqsadida Turkiya poytaxti Anqaradagi 2 kunlik ziyoratini boshladi. Sharq Turkistonning hay'at safarining tunji kunida Buyuk Birlik partiyasi bosh shtabini ziyorat qilib, hozirgi vaziyat ahvolini tanishtirdi. Hamda Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning talablarini yetkazdi. Hamda Uyg'urlarning duch kelgan qiyinchilik masalalarini qanday hal qilish masalasi ustida muzokara olib berildi. Uyg'ur hay'ati Buyuk Birlik partiya raisi Mustafa Dastichi bilan birlikda bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistonning yaqinqi vaziyat ahvolining intayin qo'rqinchli ekanligi, xalqarada Wuhan virusining oldini olish uchun barliq yig'ilishlarning va ijtimoiy so'rovlarni amaldan qoldirayotgan bir paytda Sharq Turkistondagi necha million xalqning yana lagerda yetayotganligini, bu masalaga xalqaro jamiyatning ko'ngil bo'lishi, agar bu masala sal qaralsa, og'ir qirg'inchilik yuz beradiganligini ta'kidladi. Bu hay'at yana hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi,
parlamentdagi o'ktish partiyalardan Cumhuriyet Xalq Partiyasi, Millat Hareket Partiyasi va İYİ Partiyaning munosabatli rahbarlari va parlament a'zolari bilan ko'rishdi. Saudiya Arabiston koronavirus sababidan Umra va Masjid Nabaviy ziyoratlarining vaqtliq to'xtatilganligini e'lon qildi. 27 fevral kuni Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda virusning oldini olish uchun Umra va Masjid Nabaviy ziyorati uchun Saudiya Arabistonga kelish, bo'libmi virus xatarligiga kelgan davlatlardan Saudiya Arabistonga sayohatga kelish, Saudiya Arabiston bilan Paris qo'ltiq hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar fuqarolarining tamojnadan kirish chiqishda kimlik kartasini ko'rsatish vaqtliq to'xtatildi deyilgan. Qatar G'azzani qaytadan qurib chiqish uchun 14 million dollar yordam berish qarorini chiqardi. Hamas tarafidan bu vaqtda e'lon qilingan yozma bayonotda Hamasning G'azza ishlari mas'uli Yahya as-Sinvar Qatar G'azzani qaytadan qurib chiqish komitetining boshlig'i Muhammad al-Aymadi bilan ko'rishganligini, uda 13 yildan buyon Isroilga qamal qilayotgan G'azzaning shart-sharoitini yaxshilash, elektr stansiyasiga tabiiy gaz liniyasi barpo qilish qatorliq masalalar haqida muzokara olib berilganligini, Qatarning G'azzadagi 120 ming ehtiyojli oilaga 100 dollardan bo'lib jami 12 million dollar yordam berish va ehtiyojli kishilarga 500 dollardan turmush qurish yordami berish masalasida bitishganligini bildirgan. Buningdan boshqa yana Qatar yo'qsullarning uylarini yangilishi va universitetni bitirgan yoshlarga o'qish rasxodlarini to'lab, diplomlarini olish uchun maxsus mablag' ajratishni qarorlashtirganligini ta'kidlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.